Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan 45 daraja issiqda eng katta xato nima? Sizga bir savol. Nega har yili eng issiq kunlarda ayrim insonlar to'satdan ahvoli og'irlashib qoladi insonlarning? Nega ayniqsa keksalar, qon bosimi yuqori bo'lganlar, qandli diabet va yurak qon tomir kasalliklari bor insonlar issiqdan ko'proq aziyat chekadi? Ba'zi hududlarda havo harorati 40-45 gradusgacha ko'tarilmoqda. Bunday ob-havoda ehtiyot choralariga amal qilish hayot uchun muhim ahamiyatga ega. Bugun shu haqda gaplashamiz. Issiqning xavfi nimada? Shifokorlarning ta'kidlashicha, kuchli issiqda organizm ko'proq suyuqlik yo'qotadi. Agar bu yo'qotish o'z vaqtida qoplanmasa, suvsizlanish, holsizlik, bosh aylanishi, qon bosimining o'zgarishi, hatto issiq urishi rivojlanishi mumkin. Ayniqsa xavf guruhiga kimlar kiradi? Keksalar birinchi navbatda, kichik yoshdagi bolalar ikkinchi navbatda, homilador ayollar, gipertoniyasi borlar, ya'ni qon bosimi borlar, qandli diabet bilan kasallanganlar, yurak, buyrak yoki o'pka kasalligi bor insonlar kiradi. Eng birinchisi keksalar kiradi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Suvni qanday ichish kerak? Ko'pchilik chanqasam ichaman deb o'ylaydi. Lekin keksalarda chanqoq hissini sezish bu pasaygan. Organizm o'zi suv talab qilsa ham, organizmga suv kerak bo'lsa ham, lekin chanqoq hissini bermaydi keksalarda. Ana shuning uchun chanqamasdan ham kun davomida oz suv ichib turish foydali. Keksalarimiz. Biroq yurak yoki buyrak kasalligi sababli shifokor suyuqlikni cheklagan bo'lsa, aynan uning tavsiyasiga amal qilish kerak. Cheklashi mumkin ekan. Buyrak va yurak kasalliklarida suyuqlikni ichishni doktor cheklashi mumkin ekan. Qaysi vaqtdan ehtiyot bo'lish lozim? Soat 11 dan 17 gacha quyosh eng kuchli bo'ladi. Iloji bo'lsa shu vaqtda ochiq havoda og'ir mehnat qilmang va uzoq yurmang. Quyoshdagi infraqizil nurlar va o'shanga o'xshagan ko'p nurlar odam organizmiga ta'siri kuchli bo'ladi va ochiq quyoshda himoyasiz yurgan odamlarda rak kasalligini keltirib chiqarish ehtimoli ko'payadi. Bu ana shu quyoshdan kelayotgan nurlarni badanga singishi hisobidan. Ana shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Iloji bo'lsa ana shu 11 dan 17 gacha shu vaqtda ochiq havoda og'ir mehnat qilmang va uzoq yurmang. Agar chiqishga to'g'ri kelsa, och rangli yengil kiyim kiying, bosh kiyim taqing, soyada dam olib turing tez-tez. Endi ovqatlanish issiqda og'ir va yog'li ovqatlarni kamaytiring. Ko'proq sabzavot va mevalar iste'mol qiling. Spirtli ichimliklardan saqlaning, chunki ular organizmni yanada suvsizlantirishi mumkin. Qon bosimi va qandli diabeti borlar nimaga e'tibor berish kerak? Bu toifadagi bemorlar dori vositalarini o'z vaqtida qabul qilishlari kerak. Qon bosimini muntazam o'lchab turish, qandli diabeti borlar esa qondagi qand miqdorini nazorat qilishi lozim. Agar bosh aylanishi,
hushdan ketish, kuchli holsizlik, nafas qisishi yoki ko'krak og'rig'i kuzatilsa, zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish lozim. Keksalar haqida unutmang. Keksa ota-onangiz yoki yolg'iz yashaydigan qarindoshlaringizdan tez xabar olib turing. Ular chanqamagan bo'lsa ham oz-ozdan suv ichib turishlarini qayta ularga eslating. Issiq kunlarda ularning ahvoliga befarq bo'lmang. Xulosa. Azizlar, issiq havo bu shunchaki noqulaylik emas. Ayrim insonlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Oddiy hayot choralari: yetarli suyuqlik ichish, quyoshdan saqlanish, to'g'ri ovqatlanish va salomatlikni nazorat qilish ko'plab muammolarni oldini olishi mumkin. O'zingizni ham, yaqinlaringizni ham asrang. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Balki shu orqali kimningdir salomatligini asrab qolarmiz. Alloh barchamizga sog'lik va omonlik bersin. Bu videoni ko'proq tarqating. Boshqalarga tarqating. Ozgina bo'lsa ham ana shular ham bu videodan, bu nasihatlardan, bu maslahatlardan o'ziga olib, sog'lig'ini tiklab, sog' omon mana shu issiq kunlarni o'tkazib olishimizga foydasi tegadi. E'tiboringiz uchun rahmat.